Agar siz yoki ota-onangiz, bobongiz, buvinggiz SSSR davrida ishlagan bo'lsa, bugungi ma'lumot siz uchun juda muhim. Chunki eski mehnat staji, ya'ni Sovet davrida ishlangan yillar pensiya miqdoriga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Eng ko'p uchraydigan muammo shuki, odam 30-40 yil ishlagan, lekin pensiya hisobida uning hamma yillari ko'rinmaydi. Natijada u har oy kamroq pensiya oladi. Bugun men sizga aynan shu masalani oddiy tilda tushuntiraman. Ilgari qanday edi? Hozir nima o'zgardi? Kimlar hujjatlarini tekshirtirish kerak? Kimlar xavotir olmasa ham bo'ladi? Va eng muhimi, pensiyani qayta hisoblatish uchun nima qilish kerak? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki birgina noto'g'ri yozilgan familiya, yo'qolgan arxiv ma'lumoti yoki mehnat daftarchasidagi bitta muhr sizning pensiyangizga ta'sir qilishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ayniqsa pensionerlar va ularning farzandlari uchun juda zarur. Men ko'p yillik tajribamda shuni ko'rdimki, pensionerlarning katta qismi o'z pensiyasi qanday hisoblanganini aniq bilmaydi. Ko'pchilik davlat o'zi hisoblagan, demak to'g'ri deb o'ylaydi. Aslida esa pensiya hisobida eng katta xatolar aynan eski ish stajini tasdiqlashda uchraydi. Ayniqsa SSR davrida ishlaganlar bo'yicha. Avvallari hamma narsa mehnat daftarchasi asosida yuritilgan. Odam zavodda ishlagan, kolxozda ishlagan, maktabda o'qituvchi bo'lgan, shifoxonada hamshira bo'lgan, qurilish tashkilotida usta bo'lgan. Keyin bu haqda mehnat daftarchasiga yozuv kiritilgan. Agar yozuv to'g'ri bo'lsa, muhr aniq bo'lsa, ishga kirgan va bo'shagan sana ko'rsatilgan bo'lsa, odatda bu davr stajga kiritilgan. Lekin hayotda hammasi bunchalik silliq bo'lmagan. SSSR parchalangandan keyin ko'plab korxonalar yopildi, nomi o'zgardi. Hujjatlar arxivga topshirildi yoki umuman yo'qoldi. Ba'zi joylarda kadrlar bo'limi yozuvlarini noto'g'ri kiritgan. Kimningdir familiyasi turmushga chiqqandan keyin o'zgargan, lekin mehnat daftarchasida eski familiya qolgan. Kimningdir ismida bitta harf farq qiladi. Masalan, Mavluda o'rniga Mavluda, Abdulla o'rniga Abdullo, To'xtasin o'rniga To'xtasin yozilgan. Oddiy odam uchun bu mayda narsa bo'lib ko'rinadi, lekin hujjat tekshiruvchisi uchun bu jiddiy farq bo'lishi mumkin. Hozir esa ko'p jarayonlar raqamlashtirilmoqda. Davlat organlari arxiv ma'lumotlarini elektron bazalar bilan solishtirmoqda. Mana shu jarayonda ayrim pensionerlar uchun yoqimli syurpriz bo'lishi mumkin. Oldin hisobga kiritilmagan ish staji topilishi, arxivdan tasdiq olinishi va pensiya miqdori oshishi ehtimoli bor. Lekin shu bilan birga ikkinchi tomoni ham bor. Ba'zi holatlarda hujjatlarda nomuvofiqlik aniqlansa, pensionerdan qo'shimcha tasdiq talab qilinishi mumkin. Shuning uchun bu mavzu hammaga tegishli. Asosiy qism 1. Kimlar e'tibor berish kerak va kimlar xavotir olmasa bo'ladi birinchi navbatda SSSR davrida. Ya'ni 1990 yilgacha ishlagan har bir pensioner o'z hujjatlarini tekshirtirib qo'yishi kerak. Ayniqsa quyidagi toifadagi odamlar e'tiborli bo'lishi lozim. Birinchi toifa: kolxoz, sovxoz, zavod, kombinat, qurilish tresti, paxta tozalash zavodi, tikuv fabrikasi, transport korxonasi, temir yo'l, tibbiyot muassasasi yoki ta'lim sohasida ishlaganlar. Bunday tashkilotlarning ko'pchiligi keyinchalik tugatilgan yoki nomi o'zgargan. Masalan, odam 1978 yildan 1986 yilgacha Lenin nomli kolxozda ishlagan bo'lishi mumkin. Keyinchalik bu kolxoz shirkat xo'jaligiga aylangan, keyin fermer xo'jaliklariga bo'lingan, arxivi tuman arxivga o'tgan. Agar pensiya tayinlanganda bu davr to'liq tasdiqlanmagan bo'lsa, odam taksiylik stajdan mahrum bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Ikkinchi toifa mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin muhr xira. Sana noto'g'ri yoki imzo tushunarsiz bo'lganlar. Masalan, pensioner ayol 1902 yildan 1990 yilgacha bolalar bog'chasida tarbiyachi bo'lib ishlagan. Mehnat daftarchasida yozuv bor. Lekin bo'shagan sana ustidan chizilgan yoki korxona muhri o'qilmaydi. Pensiya organi bu davrni to'liq qabul qilmasligi mumkin. Agar arxivdan ishga qabul qilish buyrug'i va ishdan bo'shatish buyrug'i topilsa, bu yillar stajga qayta kiritilishi mumkin. Uchinchi toifa: ayollar, ayniqsa familiyasi o'zgarganlar. Masalan, qiz familiyasi Karimova bo'lgan, turmushga chiqqach Rasulova bo'lgan. Mehnat daftarchasida birinchi ish joyi Karimova nomida, keyingi ish joylari Rasulova nomida. Agar nikoh guvohnomasi saqlanmagan bo'lsa yoki hujjatda otasining ismi boshqacha yozilgan bo'lsa, bu muammo tug'diradi. Shuning uchun ayollar nikoh guvohnomasi, ajrashganlik haqidagi hujjat, familiya o'zgargani tasdiqlovchi ma'lumotlarni albatta yig'ib qo'yish kerak.
4-chi toifa. Pensiyaga chiqqanda stajingiz yetarli deb aytilgan. Lekin aniq hisob kitob berilmaganlar. Ko'p odamlar menga 25 yil staj hisoblashgan deb o'ylaydi, lekin aslida 32 yil ishlagan bo'ladi. Farq nimada? Pensiya miqdorida. Har bir qo'shimcha tasdiqlangan yil ayrim holatlarda pensiya hisobiga ta'sir qilishi mumkin. Men buni shunday tushuntiraman. Agar pensionerning hisobiga 27 yil emas, 34 yil kiritilsa, u o'zining haqiqiy mehnat tarixini tiklagan bo'ladi va bu moddiy natija berishi mumkin. Endi kimlar unchalik xavotir olmasa bo'ladi, agar sizning mehnat daftarchangiz to'liq barcha yozuvlar aniq muhrlar o'qiladi. Ishga kirish va ishdan bo'shash sanalari to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, familiya va ism hujjatlarida bir xil yozilgan bo'lsa, pensiya tayinlanganda sizga staj bo'yicha batafsil hisob berilgan bo'lsa, katta xavotirga asos yo'q. Lekin baribir tekshirtirib qo'yish zarar qilmaydi. Chunki ayrim xatolar ko'zga tashlanmaydi. Faqat arxiv yoki pensiya bazasi bilan solishtirilganda bilinadi. Keling hayotiy misol ko'ramiz. Tasavvur qiling. Oltin Takiz yoshli Abdumalik aka 1975 yildan 1932 yilgacha qurilish boshqarmasida ishlagan. Pensiyaga chiqqanda uning 1931 yilgacha bo'lgan davridan faqat 10 yili qabul qilingan. Chunki qolgan yillar bo'yicha mehnat daftarchasidagi muhrlar xira bo'lgan. Abdumalik aka endi kech bo'ldi deb yuravergan, lekin farzandi arxivga so'rov yuboradi. Arxivdan 1975 yilgi ishga qabul qilish buyrug'i, 1992 yilgi lavozim o'zgarishi va 1992 yilgi ishdan bo'shash buyrug'i chiqadi. Shundan keyin u pensiya organiga qayta murojaat qiladi. Agar qonuniy asoslar mavjud bo'lsa, uning staji qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Mana shu holat ko'pchilik uchun syurpriz bo'lishi mumkin. Odam o'zi unutgan yoki isbotlay olmayman deb o'ylagan yillarni tiklashi mumkin. Yana bir misol. 72 yoshli Rano opa 1979 yildan 1995 yilgacha Tikov fabrikasida ishlagan. Turmushga chiqqach familiyasi o'zgargan, pensiya tayinlanganda hujjatlar orasida nikoh guvohnomasi bo'lmagani uchun bir davr shubhali deb qoldirilgan. Keyinchalik FHDY bo'limidan nikoh qaydnomasi bo'yicha ma'lumotnoma olinadi. Mehnat daftarchasidagi eski familiya bilan hozirgi pasportdagi familiya bir shaxsga tegishli ekani tasdiqlanadi. Natijada 9 yillik davr bo'yicha masala qayta ko'rib chiqiladi. Shuning uchun men doim aytaman, hujjat yo'qolgan bo'lsa ham umidni uzmang, uning o'rnini bosadigan arxiv ma'lumoti bo'lishi mumkin. Bu mavzuda eng katta xatolardan biri shuki, odamlar mehnat daftarchamda yozilgan bo'lsa bo'ldi deb o'ylaydi. Yo'q, har doim ham bo'lavermaydi. Mehnat daftarchasidagi yozuv qonuniy kuchga ega bo'lishi uchun u belgilangan tartibda rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. Ya'ni ishga qabul qilingan sana, buyruq raqami, tashkilotnoma, mas'ul shaxs imzosi va muhr bo'lishi lozim. Agar yozuv shunchaki qo'l bilan yozilgan, lekin muhrsiz bo'lsa savol tug'iladi. Ikkinchi nozik jihat, arxivda ma'lumot bo'lmasligi staj umuman yo'q degani emas. Ba'zan arxivda faqat ish haqi vedomoslari saqlangan bo'ladi. Ba'zan buyruqlar yo'q, lekin maosh to'langanini ko'rsatuvchi hujjatlar bor. Bu ham muhim dalil bo'lishi mumkin. Masalan, 1960 yil yanvardan 1995 yil dekabrigacha bir odamga har oy ish haqi hisoblangan bo'lsa, bu uning o'sha davrda ishlaganini ko'rsatadi. Bunday holatda pensiya organi qo'shimcha hujjatlarni ko'rib chiqishi mumkin. Uchinchi nozik jihat, har qanday ishlaganman degan gap stajga kirmaydi. Og'zaki guvohlik hamma joyda yetarli bo'lavermaydi. Masalan, qo'shnilar u kolxozda ishlagan deb aytishi mumkin. Lekin pensiya hisobida rasmiy hujjat birinchi o'rinda turadi. Guvohlar masalasi ayrim holatlarda qo'llanilishi mumkin, lekin u ham tartibga ega. Shuning uchun men har doim hujjat topishga urg'u beraman. Arxiv, sobiq ish joyi, huquqiy voris tashkilot, tuman yoki viloyat arxivi, soha arxivi. 4-chi nozik jihat, o'qish davri, harbiy xizmat, bola parvarish davri kabi masalalar alohida tartibda ko'rib chiqiladi. SSSR davrida ayrim odamlar texnikum, institut, kasb-hunar bilim yurtida o'qigan, keyin ishlagan. Biroq o'qish davri pensiya stajiga har doim bir xil tartibda kiritilmaydi. Bu yerda davr, hujjat turi va amaldagi qoidalar muhim. Harbiy xizmat bo'yicha ham harbiy bilet, arxiv ma'lumoti, xizmat qilgan davr aniq bo'lishi kerak. Ayollarda bola parvarishi davri bo'yicha tug'ilganlik guvohnomalari. Mehnat faoliyatidagi uzilish sababi va tegishli hujjatlar kerak bo'ladi. 5-chi nozik jihat. Pensiya qayta hisoblanganda pul qachondan boshlab to'lanishi masalasi.
Ko'pchilik men 10 yil oldin kam pensiya olibman. Endi hammasini qaytarib berishadi deb o'ylaydi. Amalda esa bu masala murojaat qilingan sana xatolik kim tomonidan bo'lgan, hujjat qachon taqdim etilgan, qonunchilikda qanday tartib belgilanganiga bog'liq. Shuning uchun men hech kimga oldindan albatta falon million olasiz deb va'da bermayman. To'g'ri yondashuv bunday. Avval hujjatlarni yig'amiz, keyin rasmiy ariza beramiz, keyin pensiya organidan yozma javob olamiz. Zarur bo'lsa yuqori turuvchi tashkilotga yoki sudga murojaat qilamiz. 6-tuzoq vositachilar. Afsuski pensionerlar orasida men sizga staj chiqarib beraman, arxivdan hujjat topib beraman, pensiyangizni 2 barobar oshirib beraman deb pul so'raydiganlar uchraydi. Men sizni ogohlantiraman. Hech kimga oldindan katta pul bermang. Hujjatsiz va tilxatsiz ish qilmang. Shubhali va'dalarga ishonmang. Arxivga so'rov yuborish, pensiya organiga ariza berish, FHDdan ma'lumotnoma olish qonuniy yo'llar bilan qilinadi. Agar kimdir tanishim bor, hammasini ichkaridan hal qilamiz desa, ehtiyot bo'ling. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Agar siz SSSR davrida ishlagan bo'lsangiz yoki yaqinlaringiz ishlagan bo'lsa, quyidagilarni bajaring. Birinchi qadam, barcha hujjatlarni bitta papkaga yig'ing. Mehnat daftarchasi, pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargani haqidagi hujjatlar, harbiy bilet, diplom, bolalarning tug'ilganlik guvohnomalari, eski ma'lumotnomalar, ish haqi haqidagi spravkalar, arxivdan olingan javoblar. Bularning hammasi kerak bo'lishi mumkin. Hujjatlarning asl nusxasini yo'qotib qo'ymang. Nusxalarini alohida saqlang. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchasini diqqat bilan tekshiring. Har bir ish joyi bo'yicha 3 ta narsaga qarang. Ishga kirgan sana, ishdan bo'shagan sana, muhr va imzo. Agar biror davrada sana yo'q bo'lsa, yozuv xira bo'lsa, tashkilot nomi tushunarsiz bo'lsa, o'sha joyni alohida belgilab qo'ying. Masalan, daftar chetiga qalam bilan belgi qo'ymang, alohida varaqda yozing. 1944-1959 yillar falon zavod, murxira, arxiv kerak. 3-qadam, pensiya bo'limiga murojaat qiling. Yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga borib, pensiya tayinlashda qaysi ish stajlari hisobga olinganini yozma yoki rasmiy tartibda bilishni so'rang. Og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Sizga hammasi joyida deyishlari mumkin. Lekin sizga aniq ro'yxat kerak. Qaysi yillar kiritilgan, qaysi davrlar kiritilmagan, nima sababdan kiritilmagan. 4-qadam, arxivga so'rov yuboring. Agar ish joyi hozir mavjud bo'lmasa, tuman yoki viloyat arxiviga murojaat qiling. So'rovda imkon qadar aniq yozing. Familiya, ism otasining ismi, tug'ilgan sana, o'sha vaqtdagi familiya, tashkilot nomi, taxminiy ishlagan yillaringiz, lavozimingiz. Masalan, men Rasulova Ra'no Karimovna 1979-1980 yillarda Toshkent tikuv fabrikasida tikuvchi lavozimida ishlaganman. Ushbu davr bo'yicha ishga qabul qilish, ishdan bo'shatish buyruqlari yoki ish haqi vedomoslari asosida ma'lumotnoma berishingizni so'rayman. Ana shunday aniq yozilsa, arxiv xodimiga ham izlash osonroq bo'ladi. 5-qadam, agar familiya o'zgargan bo'lsa, FHDdan ma'lumot oling. Nikoh guvohnomasi yo'qolgan bo'lsa, bu muammo emas. FHD bo'limidan nikoh qayd etilgani haqida takroriy guvohnoma yoki ma'lumotnoma olish mumkin. Agar bir necha marta familiya o'zgargan bo'lsa. Har bir o'zgarish zanjiri hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. Chunki pensiya organi uchun Karimova, Rasulova va Ahmedova bir shaxs ekanini hujjat ko'rsatishi zarur. 6-qadam, pensiyani qayta hisoblash bo'yicha ariza bering. Hujjatlar topilgach, pensiya organiga oddiy mazmunda ariza yoziladi. Menga tayinlangan pensiyani yangi taqdim etilgan mehnat stajini tasdiqlovchi hujjatlar asosida qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman. Arizaga hujjat nusxalarini ilova qiling. Asl nusxalarni ko'rsatish uchun olib boring. Arizangiz qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi, kirim raqami yoki elektron tasdiqni saqlab qo'ying. 7-qadam, javobni kuting va yozma javob talab qiling. Agar rad javobi berilsa, sababini aniq yozib berishlari kerak. Bo'lmaydi degan og'zaki gap huquqiy javob emas. Yozma rad javobida qaysi hujjat yetishmayotgani, qaysi norma asosida rad etilgani ko'rsatilishi kerak. Shundan keyin siz qo'shimcha hujjat yig'ishingiz yoki yuqori turuvchi tashkilotga shikoyat qilishingiz mumkin. 8-qadam, farzandlar yordam bersin. Ko'p pensionerlar arxiv, elektron navbat, onlayn murojaat kabi ishlarni qilishda qiynaladi. Shuning uchun farzandlar, nabiralar, yaqinlar bu jarayonda yordam berishi kerak.
Bu oddiy yordam emas. Bu ota-onaning yillar davomida qilgan mehnatini tiklashdir. Ba'zan bir kunlik izlanish bir necha yillik stajni qaytarishi mumkin. Men yana bir narsani alohida aytaman. Hujjatlaringizni suratga olib, telefon va elektron pochta orqali saqlab qo'ying. Mehnat daftarchasi, nikoh guvohnomasi, arxiv ma'lumotnomasi, bularni yo'qotish juda katta muammo. Har bir hujjatning kamida 2 nusxasini qiling. Bittasi uyda, bittasi farzandingizda tursin. Demak, SSSR davrida ishlagan pensionerlar uchun asosiy xabar shuki, eski ish stajingizni tekshirtirish kerak. Chunki hisobga kirmay qolgan yillar topilishi, arxiv hujjatlari orqali tasdiqlanishi va pensiyangiz qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Shu bilan birga hujjatlardagi xatolar, familiya farqlari, xira muhrlar va yo'qolgan buyruqlar muammo tug'dirishi mumkin. Kimda mehnat daftarchasi toza va hujjatlar to'liq bo'lsa, xavotir kamroq. Kimda Sovet davridagi ish joylari bo'yicha noaniqlik bo'lsa, bugunoq tekshiruvni boshlashi kerak. Mening maslahatim aniq hujjatlarni yig'ing. Mehnat daftarchasini tekshiring. Pensiya bo'limdan staj hisobini so'rang. Arxivga murojaat qiling va hamma javobni yozma shaklida oling. Shunda siz taxmin bilan emas, hujjat bilan harakat qilasiz. Agar siz yoki yaqinlaringiz SSSR davrida ishlagan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi yillarda, qaysi sohada ishlagansiz va pensiya hisobida muammo bo'lganmi? Balki sizning tajribangiz boshqa pensionerlarga yordam berar. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onasi yoki buvisi, bobosi pensioner bo'lgan tanishlaringizga yuboring. Bitta yuborilgan video kimningdir adolatli pensiya olishiga sabab bo'lishi mumkin.